bolalar, bugun короче polностью Melbetdan, Mosbetdan hammasini qanday ro'yxatdan o'tib, nima qilish kerak aytaman. Mosbet, Melbet, Linebet hammasi bitta mana shu ko'rinishda bo'ladi, просто nomi boshqa bo'ladi. Nasturkasi bir xil bo'ladi. Registratsiyani bo'lsamiz, один klik eng yaxshi biri, pastdagi telefon raqami orqali, agar sizlarda telefon raqamlaring bo'lsa, o'sha orqali o'tinglar. Telefon raqami yo'qlar uchun birinchisi yaxshiroq. Один klik qaranglar. Bu yerda kim qayerda bo'lsa o'shani belgilaydi. Masalan, men O'zbekistonni belgilayman. Mana shu Adin Xbetdan olingan narsa ko'pon qilib, o'qib, mana bizning kanal yanchalik ko'rsatyapti. Qaranglar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, qaranglar, boshlaning bu yerga qayerdan stavka tiqib, nima qilish, ana shu yerda mana pastda turibdi stavka uchun. Bizlar только faqat kazino o'ynaymiz. Kazino bo'lsamiz. Keyin iSphere bizga promokod bo'ladi. O'sha promokodni ro'yxatdan o'tsalang, spokойно bonus beradi. Aka bonus bermadi, ko'tikamiz deb aytsalaring, mana yozib qo'ysalaring bo'ladi. Mana lichkam qoldirib qo'yaman. Shunday kirasizlar, yozib qoldirasizlar, aka bonus bermadi deb. Men sizlarga boshqatdan bonus olib beraman. Bu yerda короче kanot chiqadi, kapchani to'ldiramiz. Все, keyin. Sangina jetcha odam qiynaydi. Aytdim-ku, sanga qo'toq narsa bu. Все, ro'yxatdan o'tdi. Kimga kerak bo'lsa, rasmni bitta короче tushirib olasizlar o'zlaringga. O'zlaring akkaunt ochayotganda shu narsa kerak bo'ladi. Eslayni qolsin. Ro'yxatdan o'tildi. O'tgandan keyin tepada nasturka bo'limiga kiramiz. Yana birinchi mana bu ko'cha. Keyin shu yerda dalni hammasini to'ldirib chiqamiz. Keyin mana bu yerga to'ldirib chiqamiz. Keyin mana bu yerda безопасность nasturka bor, u yerga kiramiz. U yerga kirgan telefon nomer, sekretli narsalar, keyin autentikatsiya, o'shani qo'yib qo'yamiz. Elektron pochta yoqib qo'yamiz. Все, shuni elektron pochta olgandan keyin yoqib qo'yasizlar, bo'ldi. Qaranglar, pul kirgizmoqchi bo'lganlaringda eng kam 5000 so'mdan ketaveradi. Humo, Uzcard hammasi 5000 so'mdan ketaveradi. Karta raqam, ism, familiya, keyin bu yerda kartaning anosi, muddati. Все. Pul olmoqchi bo'lganlaringda xuddi shunday. Humo bo'lsamiz, bu yerda qancha olmoqchi bo'lsalang, karta, ism, familiya, keyin bu yerga shunday mashina yonbosh bosib qo'ysalang, bo'ldi mashina. Xuddi shunday qolib ketaversin. Bu yerga короче, meni balansimdan 0 bo'lgani uchun 0 turibdi. Qaranglar bolalar. Pizza. Bu o'tdi, bu короче hozirgina o'tdi. Ondan keyingi spasomat. Turmdan 556 ming so'm tiqdim. Biri 7 kamsi etgan, o'zi 8 ming bo'lib qaytdi. Akkaunt o'zi boshidan ochilganda mana 2 ming, 3 ming, 4 ming, maksimum 30 ming bo'ldi. Shunaqa gap bolalar.